Bismillahirrohmanirrohim. Butun olamlar Robbisi Robbil alamin, Ar-Rahman bo'lgan, Ar-Rahim bo'lgan, Malikul mulk bo'lgan zotga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz, shafoatgo'yimiz, sayyidimiz, yo'lboshchimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salotlar bo'lsin. Hurmatli aziz opa-singillar, demak, sunnatlarni hayotimizga kirgizishda davom etamiz. Bugungi yo'nalishimiz, sunnatlarimiz sal boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni endi bugun biz boshqacharoq anglashga harakat qilamiz. Ko'pchilik sunnatlarni tiriltirishdi faqat tashqi amallar deb o'ylaydi. Qanaqa qilib yeyish kerak, qanaqa qilib yurish kerak, qanaqa qilib uxlash kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faqat tana bilan emas, insonni ichki dunyosini ham tarbiya qilgan inson hisoblanadilar. Demak, fikrlarimizda ham sunnatlar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qalblarni ham tarbiya qilganlar. U zot yaxshi gumonda bo'lishni, ortiqcha shubhalarni tark etishni, hasaddan saqlanishni, g'azabni boshqarishni, umidli bo'lishni, chiroyli so'zlarni tavsiya qilganlar. Demak, bu ruhiy sunnatlar. Ya'ni bugungi zamonamizning eng katta muammosi bu insonning ichki holatida ortiqcha o'y-fikrlar, vahima, o'zini yomon ko'rish, insonlardan gumon qilish, salbiy ssenariylar asosida miyada aylanishlar, vahimalar paydo bo'lishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa bu qalblarni ham himoya qilishni o'rgatgan insonlar. Demak, yaxshi gumon qilish ham sunnat. Siz yaxshi gumon qilganingizda ham ibodat, ham tanangizga, sog'ligingizga foydasi ham bo'ladi. Hadislarda Alloh haqida yaxshi gumonda bo'lish, insonlar haqida yaxshi o'ylashga targ'ib qilingan. Bu nima uchun muhim? Chunki bizni miyamizda gumonlar boshqaradi. Miyani gumonlar boshqaradi. Agar ayol kishi meni hech kim qadrlamaydi deb yashasa, miya har joydan tasdig'ini izlaydi. Ya'ni Alloh meni tashlab qo'ymaydi deb yashasa, qalbida xavfsizlik hissi paydo bo'ladi va har bir joyda o'zini Alloh uni tashlab qo'ymaganligini, Alloh uni siylayotganligini ko'rishni boshlaydi. Demak, tanlov bizda. Yoki siz hayotga hech kim meni qadrlamaydi deb qaraysiz, yoki bo'lmasam Alloh meni tashlab qo'ymagan, hamma joyda meni hurmatim uchun, meni sharofatimga berilayotgan holatlar bor, ya'ni ne'matlar bor. Allohni beminnat berayotgan ne'matlari bor deb qarasangiz, bu sizning tanlovingiz. Endi miyada takrorlanadigan fikrlariga miya bizni moslashtirar ekan. Ya'ni inson nimani ko'p o'ylasa, miyasi o'sha yo'lda kuchaytirib beradi. Misol uchun, ko'p xavotir oladigan insonlarda xavotirli miya bo'ladi. Ko'p shukr qiladigan insonlarda sokin miya, xavotirsiz miya bo'ladi. Ko'p gumon qiladigan insonlarda bezovtalik bo'ladi, bezovta qalb bo'ladi. Ko'p zikr qiladigan insonlarda xotirjam qalb bo'ladi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruhiy sunnatlarda, misol uchun, sunnatda faqat o'ng qo'l bilan yeyishni emas, balki sunnatda qalbni ham pok tutishni buyurganlar. Ba'zan insonda sunnat kiyimlarida bo'ladi, kiyimi yaxshi bo'ladi, sunnatga muvofiq, lekin ichida hasad, gumon, nafrat, vahima yashaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lsa qalblarning tabibi bo'lganlar, ya'ni qalblarni ham davolovchi ustoz bo'lganlar. Demak, ayol kishini fikri uyida tarqaladi. Ya'ni ayol kishi qanday fikrlasa, u o'z uyida ham shunday holat bo'ladi. Xavotirda bo'lsa, uyimda bosim bo'ladi. Sokin, Allohda yaxshi gumonda, xotirjam bo'lsa, uning uyidan ham xuddi shu holat taralib turadi. Shuning uchun sunnatlarga xos fikrlab, oilaviy muhitimizni ham o'zgartirishimiz mumkin. Har safar sizga salbiy fikr kelganda darrov ishonmang, uni haqiqat deb qabul qilmang. O'zingizga savol bering, bu fikr meni Allohga yaqinlashtiryaptimi yoki uzoqlashtiryaptimi? Agar uzoqlashtirayotgan bo'lsa, u qalb uchun foydali fikr emas. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga qanday yashashni emas, qanday o'ylashni ham o'rgatgan zotlar. Chunki insonning hayoti avvalo qalbida, o'y
fikrlarida boshlanadi. Demak, fikrlashni ham sunnatga moslaydigan bo'lsak, inshaalloh biz ham buyuk insonlar kabi hayot kechiramiz. Vaqtimiz, umrimiz buyuk holatda o'tishni boshlaydi, barakali bo'lishni boshlaydi. Demak, insonning qadr-qimmati uni hayotida tiriltirgan sunnatlarining qadr-qimmatiga, ya'ni hayotidagi odatlarining qadriga bog'liq. Odatlarning eng qadrlisi sunnatlardir. Demak, sunnatlarni qanchalik hayotingizga kiritayotgan bo'lsangiz, shunchalik qadrli insonsiz. Qanchalik amal qilayotgan bo'lsangiz, shunchalik qadrli bo'lamiz. Demak, biz amallarimizda, harakatlarimizda, liboslarimizda ham sunnatlarga rioya qilish bilan birgalikda o'y fikrlarimizda ham sunnatlarga rioya qilishni yo'lga qo'yishimiz kerak ekan. Demak, bu safar, bu hafta biz o'ylaydigan o'y fikrlarimizda yaxshi gumonda bo'lishim kerak. Bu sunnat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurganlar. Chiroyli so'zlashim kerak. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurganlar. Bu bilan ham hayotim go'zal bo'ladi, ham sunnatga rioya qilaman degan yaxshi gumon bilan amallarimizni, o'y fikrlarimizni to'g'rilashga harakat qilamiz. Demak, ideal hayot sunnatda. Ideal fikrli insonlar, ideal maqsadli insonlar albatta ideal sunnatlarga rioya qilgan holatda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.